Nigarım taşı paylaştığına gözü düşken bulur bende. Menem üstüde divanına kaşı uyanı sağındım. Kaşı uyanı sağındım. Menem üstüde divanına kaşı uyanı sağındım. Kaşı uyanı sağındım. Dilim hacride dur bir yan, gözümün yaşıdır buram. Bolar miken bana mehmanan, ruhi ziban sağındım. Ruhi ziban sağındım. Bolar miken bana mehmanan, ruhi ziban sağındım. Ruhi ziban sağındım.
darkılmaz bana dilber Leyliyle bir yürüşekkene Kırakide gözüm dırtan Özü yaktanı şağıldım Özü yaktanı şağıldım Savunç bağrımda örteydim Cahan canımla begane İlacım yok varanmayman Melik Siman'ım sağındım Melik Siman'ım sağındım İlacım yok varanmayman Melik Siman'ım sağındım Melik Siman'ım sağındım Ayzarım maktabanım benim ey ayzarım maktabanım benim Avlu Fethiye müşkürey hanım benim Hem yüzündür dürrü galtanım benim Hamati servi hınamanım benim Lebleri gülberi xandanım benim Ey periye salıp kulak ahvalıma Ram kıl yüzüdür eski halmana Gamda ötken mahbirlam şalma Derdimendik men nazar kıl halmana Kim töker kan çeşmi giryanım beni Hırkatım cabrın çekip yok ayıl Katım oldu dağlarken oldu bül İndi
zulmü cebrin üstüm bir gitmek yok. Cebrail'im hatırımı rütmek yok. İstesem laliyle bir yer gitmek yok. Ol yürür derdimine dermanım var ya. Bakımın her kim ziyanlık sürdüne Meyli kılgayı kübrak bir butuna Lik sadık şükür eter abuduna Avya yediyek yetküsü maksuduna Köyge koy kaç kadam canım benim Köyge koy kaç kadam canım benim Mısır Surhanım nasip ekanım bir minnet vazdanım özümün vatan imanım çeksiz imkanım Sirkuyaş vatanga Fida bu canım Amusur Surhanım nasip ekanım bir minnet vicdanım özümün anım Vatan imanım çeksiz imkanım Sirkuyaş zeminge fida bu canım Sirkuyaş zeminge fida bu canım canım Sirkuyaş zeminge fida bu canım Timuriler ezel Turan hanı Biruni ulubik mavi asmanı Nakşbendi meşrep Özbek imanı Dünya maza baba kehanım Amusur Surhanım nasip ekanım bir minnet vicdanım özümün anım Vatan imanım çeksiz imkanım Sirkuyaş zeminge fida bu canım Sirkuyaş zeminge fida bu canım canım Sirkuyaş zeminge fida bu canım Samarkand, Bukhara, güzel Harazm Havayı Agahı, Firuz Getezim Bir tekrar küy bezim, bir tekrar nazım Küy
bezimkiye konacağım. Amışır Surhanım, nasibe kanım, bir minnet özdanım, gözümün anım. Vatan imanım, çeksiz imkanım, serpuyaş zeminge fida bu canım. Serpuyaş zeminge fida bu canım, canım. Serpuyaş zeminge fida bu canım. Kervanım serdarı, ilge közü kaş, hiçlikte toy bazı, oyun gülü yaş. İslam kamusi nur, Özbek'e baş. Namıge münasip Şeyh Sultanım, Amışır Surhanım, nasibe kanım, bir minnet özdanım, gözümün anım. Vatan imanım, çeksiz imkanım, serpuyaş zeminge fida bu canım. Serpuyaş zeminge fida bu canım, canım. Serpuyaş zeminge fida bu canım. Allah'ın inamı bizni zeminde, naz-ı nimet bisyar bu yaş deminde. Sehiyemet yaratkenni emrinde, dünyada bir degey güzel mekanı. Amışır Surhanım, nasibe kanım, bir minnet özdanım, gözümün anım. Vatan imanım, çeksiz imkanım, serpuyaş zeminge fida bu canım.
hurmatli eldoshlar, yine bugün shuningdek ajoyib bir gün. Haqiqatdan ham şu borib kelgan hoji bobolarimiz, hoji momolarimiz biladi, Beshmarga mahallasidan orqalarına yazıp şu Kabatullah'ını ziyaret kılış nasip kıldı. Şöyle. Evvelambor bu için yurtumuzu tinchligine şuna şükrana etişimiz gerek. Yo'q, bu yoqqa chiqib ko'rgan odam nechik siyosat yuritilib turibdi O'zbekistonda. Shuni cheta chiqsa his qiladi. Bu yerga borsangiz ham hamma millatda eng ko'p millat O'zbek xalqi. O'zbeklar shu iqtisod ham, tinchlik ham shu darajaki, shuning uchun shu yerda odamlarimiz bizlardagi ko'p. Shu yerga borib necha odam tavob qilsa, eline baraka kiradi, boshqa bo'ladi. Birinchi navbatda o'zindan ham eldan men shuni guvohi bo'ldim. Haji buva, haji momolarimiz elini tinchligini, barakasini so'rab iltijo qiladilar shu yerda. Yine bo'lgan bir elimizni og'zi birchiligini bir natijasi, yine shu yerda 50 odam bir avtobus Beshmargalli shu yerda yurib, islom dinining eng muqaddas joylari, payg'ambarimizni borib tavba etish, Uhud tog'lari, Mina tog'lari, Kabatullah'ni ziyorat qilishga muyassar bo'ldilar. Yine buncha hozir bugun bu yerda yine Alimboy otam o'tiribdi. Keyin Xushnud domlamiz bor. Ular yine yaxshi gaplar aytadi, shuni Alimboy otama. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu aleyküm. Hürmetli eldaşlar, ziyarete bargan birodarlarni, oshna yar do'stlar, qarindosh to'g'anlar yig'ilgan, halayık yig'ildi. Elhamdülillah, bu Uyg'unjon ukamiz aytganidek, Beshmarganda bu yaqinda meningdek bir savobli, meningdek bir o'tirish bo'lgan emas. Hali boshqa yerdan bo'lgan emas bu. Birinchidan şu 48 adama bosh bo'lib, avvalo Alloh rozi olsun bu ukamizdan og'zi birchiligini ta'minlab, şu ziyorat qilib bajargan oilaviy ketganlarni eshitganmiz, lekin bir qishloqdan shuncha odam ketgan hali respublikada bo'lmasa kerak. Bu og'zi birchilikni narsa. Endi bu yigitni elatni ovodanchilikqa qilgan hissalarini ko'z bilan ko'rib bir so'z aytib o'tirish shart emas. Avvalo bu umra hac ziyarati ikisi Allah Teala'nın emri bilan amal oshadi. Estağfirullah ve atimul hacce vel umrata lillah. Allah razı için, Allah için hac ve umra kılınlar. Mümin Müslümanlara Allah Teala şunu taklif kılyaptı, buyuruyordu. Bu umra ziyareti azizler, birodarlar, evvela aytamiz, intilgan bandasini her birinizde yetkizsin şuna. Qolaversa, umraga borib ketgan birodarlarimiz haj mabrurlarni, katta hajlarni ado qilish nasib etsin. Hammalarini dinda, islomda sobit qadamlik ato qilib, kasbkorlarning umriga baraka versin, xonadonga qut baraka, tinchlik, xotirjamlik, farzandlarni, oqtiqlarni, chovliqlarni, xizmatlarini nasib ro'zi qilg'ay, kamolatini nasib qilg'ay. Birodarlar, endi umraga borgan bu birodarlarimizni havas qilamiz. Havas qilish kerak. Chunki sahoba ikromlar, ulug' kishilar, ayniqsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yurgan yerlarida shulardan nafas olgan havosidan nafas olib, payg'ambarimiz alayhissalomning ziyoratlarına borib, saloma girib, salovat aytib, juda ko'p ajr savollarni olib keldilar. Allah bularni qilgan ibodatlarni dargohlarida qabul qilib, o'zi rozi bo'ladigan amallarni bundan keyin ham nasib ro'zi qilg'ay. Endi birodarlar, haj endi savobi har bir o'qilgan namoz Makka nimada, Masjid-i Nabaviyda, Madinada bir yerda oddiy namozni 1000 namozni o'rnini bosadi. Savobi. Namozni o'rnini bosmaydi, savobi ziyoda qilib ber. Endi Masjidul Haromda qilingan ibodat 100 ming 2 rakat namoz
uyunda o'qigan 2 rakat namozdan nisbatan 100 ming marta ziyod. Duolarni ijobat bo'ladigan holatlari endi havas qilamiz. Endi bir borgan odamdan asas so'rab ko'ringlar. Alloh taolo oyati karimasida aytadiki, Estağfirullah ve ja'alnal bayta masabatan lin-nasi amnan vattaxizu min maqami Ibrohima musalla. Ya'ni biz bu baytni, Masjidil Haromni, Ka'bani odamlar to'ymaydigan joy qilib qo'ydik. Bir borgan odam yana borasi kelaveradi, sog'inadi. Borolmaydilar, parabolka o'rnatib, ana shuni ko'rib o'tirganlar ham bor, guvoh bo'lganmiz. Keyin xalqning o'rtasida bir tushunmas gap yuradi, shu to'g'risidan men aytib o'tayim. Bir borgan odam ikkinchi yo uchinchi borsa, gap topadilar. Nishada ekan yuguraverib, avval o'zing bir borib ko'r. Endi menga bir raddiya berish mumkin. Antaliyaga borgan bilan hech kimning ishi yo'q. Hozir Taylandga borib yuribdilar, hech kimning ishi yo'q, gap qilmaydi. Dubayga borib keladilar, hech kimning ishi yo'q, gap ham qilmaydi, so'z ham qilmaydi. Shularni aytdi. Savob ishni shular qilsin. Bu odamlar ham savob qilganda Alloh taolo bir yoqqan yerida bordi, chaqirganda borganda. Bunga hech qachon gap topib bo'lmaydi. Yana bir ibodat bilan ikkinchi ibodatning o'rtasida o'tgan barcha gunohlar, bir odam 2 marta umra qilsa, keyingi umragacha qilgan gunohlar kechiriladi degan hujjat bor. Ana shunga intilamiz, shunga intildik. Endi borib kelgan birodarlarimizga yana tavsiyalarimiz dinda, islomda mahkam bo'linglar. Endi bir narsani agar menga so'zlash imkoniyati bo'lsa aytaman deb niyatla kelgan narsam bor, bu tavba masalasi. Estağfirullah, innamat tawbatallazina innamat tawbatu alallahi lillazina ya'maluna as-su'a bi jahalatin summa yatubuna min qaribin ve ulaika yatubullahu alayhim. Shunday bir aytadiki, Alloh taolo tavbani darvozasini ochib qo'ygani ishorat. Allohning zimmasidagi shunday kishilarning tavbasi biror bir gunohni bilmasdan qilib, bilgandan keyin tezda tavba qilganlarning tavbasi Allohning zimmasida. Dunyoda gunoh qilmaydigan bandalar Payg'ambar alayhisolamdan boshqa yana ba'zi xos bandalardan boshqa hammadan kamchilik bor. Tavba keldimi, tavba qildimi? Alloh taolo tavbani qabul qiladi. Tavbani eshik emas, bandalar uchun tavbani darvozasini ochib qo'ydi. Bunning endi shartlari bor ekan. Gunohni bilgandan keyin, gunoh ekanini bilgandan keyin tezda tavba qilgan deydi. Va shuni hech qachon takrorlamaydi. Ana shuni ahamiyat berishimiz kerak. Estağfirullah, bunga bo'lak oyat bor. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu deb boshlangan. Ey iymon keltirganlar, men mu'min musulmon deganlar, Allohga xolis tavba qiling. Xolis tavbaning ma'nosi qaytib shu ishni qilmayman. Hattoki yargı bilan ikki bo'lib tashlasam shu ishni qilmaydi. Ana shunda Alloh taolo o'chiradi. 3 xil holat bor. Mag'firat qiladi, kechiradi deganda hali daftarda yozilib turibdi u. Diqqat qilamiz. Shu 3 narsani kam aytiladigan gapda aytaman sizlarga. Hujjat oyat kalima bilan. Ya'ni o'chinani kechirib turadi, lekin hali daftarda yozilib turadi. Yukaffir anhu sayyiatihi degani xolis tavba qilgandan keyin o'chiradi. O'chiradi, go'yo qilmagan gunoh yoziladigan joyda o'chirildi, yo'q, qilmagansan. Shuning uchun ulamolarimiz aytadi, sen tavbaga keldingmi deydi. Falon vaqtda falon ishni bizlar ham qilvadik deb aytma. Shuni qilmaganman deb aytaver bemalol. Yanglishib ketib biror gunohni qilgan bo'lsa yo bilmagandan qilgan bo'lsa, keyin qilmadim deb aytaver, sen yolg'onchi bo'lmaysan dedi. Endi Alloh taolaning fazli karamini eng narsani aytaman. Hattoki
tavbaga gelip, yanında imanını yengilep, salih ameller kılganını, günahlarını savaba aylantıraman. Furkan surasının ahir hakkında ayet-i kerime var. Günahlarını savabga aylantıraman diyor Allah Teala fazline qarang. İxlosi, keyingi sa'y harakatine nisbatan shunday bo'ladiki, demak bir narsani tushunib oldik, diqqat qilib eshitganlar, kechirib turadi ekan, o'chirib qo'yadi ekan, uchinchi holatda yashaydi ekan, Parvardigor savob aylantiradi ekan. Ya'ni shu gunohni qilmaganda, shuni teskarisini qilganda savobni berar ekan. Endi Alloh taoloning tavbasini bir rivoyat keltiraman. Shu bilan yakunlarman. Bir odam deydi, qadim vaqtda Bani Isroilda bir qavmda bir odam 99 kalla kesgan. 99 kalla kesadi. Keyin bezovta bo'ladi. Ertang bir qiyomat degan narsa bor, savol javob degan narsa bor. Meni ahvolim nechik bo'ladi ekan? Bir tavba qilishning imkoniyati bormi ekan? deb bir rohibni yoniga boradi shu vaqtda. Sen 99 kellani kesib ham tavba qidirib, yo'q sana tavba dedi. Asa 99 olmasa 100 olsun dedi, 100. kellani kesadi. Bu ham ketdi. Yana bezovta. Men shunday yaramas ishlarni qildim, shuncha odamni halok qildim. Menga yo'l bormi ekan deganda bir donishmandning yoniga borsa, sen bu yurtda bu savolingga javob topolmaysan. Shu bugungi namazga qiyos qilaylik, biz Xorazmda turib tavba qilja qo'yib turibdi. Buxoroga borsan deydi. Buxoroga borsang, misol keltiryapman-da tushuntirish uchun. Buxoroga borsang shu yerda yagona Allohga sig'inadilar. Shu yerdan javob topishing mumkin ketdi deydi. Poy piyoda ketdi deydi shu zamonda. Tavbaga qarab ketdi deydi. Shu vaqtdan bir najot topdi. Yo'lda o'ldi. Endi jonni ikkitadan, ruhni ikkitadan ikki xil farishta bo'ladi. Rahmat farishtasi, azob farishtasi bo'ladi. Rahmat farishtasi bilan azob farishtalarini nishatdi, tortishib qoldi. Azob farishtalar aytadi, bu bizaniki, mana ketishim kerak. Do'st, bu 100 kalla kesdi. Rahmat farishtalar aytadiki, bu tavbaga qarab qo'yatiradi, biz ketamiz deydi. Alloh taolo yana bir farishtalarni ularga hakam qildi. Chiqqan yeri bilan borjaq yerini o'lchab ko'ringlar. Qarasa Buxoroga yaqinlashgan ekan, 4 adım, 5 adım. Tavbaga yaqinlashgan ekan. Alloh taolo mag'firat qildi deydi. Hech qachon banda noumid bo'lmasligi kerak. Keyin bir narsa tavba qilgandan keyin qaytmasligi kerak. Inshaalloh taolo Alloh taoloning rahmati keng, G'affor, Rahim, Rahmon sifatlari bilan mag'firat qiladi. Hammamizga tavbatan nasuha nasib qilsin. Hammamizga musulmon holimizda ashhadu an la ilaha illallohni aytib farishtalarni kutib olish nasib etsin. Bu birodarlarimiz ham yana takrorlaymiz, xonadonlarga tinchlik, xotirjamlik, qutbaraka ato qilsin. Yomon ko'zlardan, fitnadan, fasoddan hamisha o'zi asrasin. Hasadlardan ham o'zi asrasin. Hammalarini ham intilgan narsa angaldan hozir zamonda zaryad kapgan bo'lishlari kerak. Sobit qadamlik ibodatlarini qoyim qilsin va haj mabrurlarni bajarib boshqa yaxshi orzu-umidlarni Alloh subhanahu va taolo hammamizni shu jumladan intilib yurgan bandalarni ham o'zi yetkazsin, yaxshi kunlarni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Simanı ey sağındım İlacım yok Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbeti lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziza, mana mahallamizdan 48 nafar fuqaromiz Allohning chaqiriqina labbay deb javob berib, ham tan bilan, ham o'zlarini moliyaviy mablag'lari bilan Allohning ibodatini sog' salomat ado qilib bajarib keldilar. Bu Allohning bir katta bir ne'mati. Alloh taolo Qur'onda ko'p aytadi, ulamolarimiz ta'kidlaydi, payg'ambarimiz ko'p aytganlar, mana bergan ne'matlarimga bandalarim shukr qiladigan bo'lsalar, men ularning sonini ko'paytiraman deydi. Sababi hozir olim boyat aytdilar, yosh ulug'larimiz o'tiribdi. Yosh ulug'larning duosini sharofati bu. Necha yil duo qilingan duoning sharofatini biz hozirgi zamonda yurtboshimizdan shu diniy sohadagi islohotlarni bir ko'rishniki. Hozir yana gaplashib o'tiribmiz, eshitib yuribmiz. Hali viloyatimizning hech bir joyida bir mahallani o'zidan doğru ma'lum bayata 48 odamga yetishligi bir katta bir ne'mat. Allohning bir katta bir ne'mati bu. Sababi bu ibodat shunday ulug' ibodat, ham dunyomiz obod bo'ladi, ham oxiratimiz obod bo'ladi. Qolaversa ham o'zimiz savobga ega bo'lamiz. Qolaversa dunyoda o'tib ketgan bizlarni ota-onamiz bo'ladimi, mo'min-bo'larimizlar ham Xudo taolo savobini yetkazib qo'yadi. Sababi bunday bir joyda o'tganlarni eslamaslikning sira iloji yo'q-da. O'zi odam dunyodan hayotiy vaqtlarni dunyoda o'tganimizdan keyin hamma amalimiz tugaydi ekanda. Hamma amalimiz tugaydi, namozimiz tugaydi, ro'zamiz tugaydi, sadaqa ihsonimiz tugaydi. Faqat debdi 3 narsadan dunyodan o'tgan odamga savob yetib turadi degan. Birinchisi o'zini dunyoviy hayot vaqtida qilgan amallari, ikkinchisi el yurt manfaati uchun qilgan ishlari, qolaversa uchinchisi solih farzand degan. Izda qolgan farzandlaridan yaqinlarini qilgan xayrli amallaridan shu bandaga savob yetib turadi. Mana shu hozir umra amalini bajarayotgan shu yurtdoshlarimiz ham bu dunyosini uchun bir manfaat bo'ldi, savobi ega bo'ldi, gunohlardan forig bo'ldi. Qolaversa dunyoda o'tib ketgan, ya'ni bularni dunyoga kelishigina sababchi bo'lgan ota-onalarni, mo'min-bo'larni ham Xudo taolo savobini kamaytirmasdan beradi. Azizlar, hozirna yosh ulug'larimiz aytganidek, hozir shunday bir yaxshi zamonda yashab turibmiz. Hamma davlatda imkoniyati bor odamlar safarga chiqib turibdi. Lekin bu umra Madina bilan Makkada bo'lishlik hech bir joyda topilmaydigan bir narsa bor. Boshqa hech bir dunyoning hech bir joyida yo'q narsa faqat shu Madina bilan Makkada bo'ladi. Sababi qilgan ibodatimizni savobini Xudo taolo 100 barobar, 10 ming barobarcha, ya'ni ko'paytirib beradi. Bu da yana biz uchun bir zaxira, ya'ni oxiratimiz uchun ham bir zaxira bo'ladi. Azizlar, Xudo taolo duo qilinglar degan, duo qilishlikni ko'p aytadi. Duoning 3 xil kayfiyati bor ekan. Duoning 3 xil kayfiyati bor deydi ulamolarimiz. Birinchisi qilingan duo ijobat bo'ladi, uni ijobat bo'lganini ko'radi ekanmiz. Oylar o'tib, yillar o'tib ko'radi ekanmiz. İkinci holatini deydi, ikkinchi holatini. Bu farzandlarimiz, avlodlarimiz ko'radi ekan. Uchinchisi, ya'ni bu dunyoda, ya'ni o'zimizda hayotda vaqtimizda qabul bo'lganini bilmaydi ekanmiz. Farzandlarimiz ham, avlodlarimiz ham ko'rmaydi ekanmiz. Bu qiyomatimizda zaxira bo'ladi ekan. Ya'ni banda endi hammamizning niyatimiz azizlar jannat-ku. Jannatga tushishlikdan maqsad ham Allohning diydori. Shu banda jannatga tushishini ozgina bir savob yetmay turgan vaqtida bir joydan bir savob yetib kelib, ya'ni jannatga tushishga sababchi bo'ladi ekan. Shu vaqtlarida banda so'raydi ekan, "Mening bunday amalim yo'q edi" degan vaqtlarida seni u dunyoda duo qabul bo'lmay qolgan duoing deydi ekan. Ya'ni azizlar, noumid bo'lmasdan so'raydigan bo'lsam, Xudo taolo duolarimizni albatta qabul qiladi. Qabul qilishligi hozir aytganimizdek, yo o'zimizning hayotimizda bo'ladi, yo bo'lmasa farzandlarimizning hayotida bo'lmaydigan bo'lsa, oxiratimiz uchun bir zaxira bo'ladi. Yine hozir yosh ulug'larimiz ana mustaqillik boshlarida nadiyan duolar qildilar. Masjidlarning ochilishini duo qildilar. Hozirga o'xshagan umra, haj ibodat degan narsalar umuman bir xayol bo'lib qolgan. Qarang, hozir
Bu Allah'ın bir katta bir nimeti. Shuning uchun azizlar, kim agarda umraga Alloh chaqirgan bo'lsa, qayta borishni yana so'rali. Farzandlarimiz uchun so'rali. Qaysi yurtda ibodat ko'payadigan bo'lsa, qaysi yurtdan hoji umraga boriladigan bo'lsa, shu yurt kundan kun obod bo'laveradi. Hozir og'iz birchilik bu narsani o'zi bo'lmaydi. Yana borib keldilar, 48 nafar shu mahalladoshimiz borib keldi. Shu yerda og'iz birchilik bo'ladi. Og'iz birchilik bo'lmaydigan bo'lsa, ibodatimiz ham to'liq bajarilmaydi. Og'iz birchilik bo'ladigan bo'lsa, yurt obod bo'ladi. Hatto Xudoy taolo Qur'onda sho'ra deydi. Sho'ra degan sura bor, bu degani maslahatlashuv degan. Yaxshi ishda maslahatlashinglar degan. Fusq fasod yo'lda birlashmanglar deganda. Albatta bu hammasi hozirgi mana mahalla fuqarolar yig'ini raisi uyg'unoq bosh bo'lib, shuncha mahalladoshlarimizni bir yaxshi bir amala boshladi. Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin. Shu yurtdoshlarimizni qilib kelgan umra safarlarini Alloh xayrli, barakatli qilsin. Nafaqat o'zlari, balki butun bir mahallamiz uchun, yurtimiz uchun, o'tib ketgan avlod ajdodlar uchun Alloh taolo savobini doimiy qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qur'on tilovat etamizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibati lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va ashabi ajmain. Parvardigor olam, o'zingga iltijo qilib so'raymiz. Mana barchalarimiz to'kin sochin dasturxon atrofida shu mahalladoshlarimizni sog' salomat umra ibodatlarini ado qilib kelganlik shukronasini, qardosh urug'lari, farzandlari, yoru birodarlari dasturxon yoyib qilayotgan ushbu ziyofatlarini, ihsonlarini Alloh o'zing husul maqbul ayla. Ushbu birodarlarimizni qilib kelgan umra ibodatlaridan, mana shu qilayotgan duolarimizdan hosil bo'lgan savoblarni barcha o'tib ketgan hech aqrobalarimizni, umidvorlarimizni ruhlarini yetkazib, ularning ruhlarini hammalarimizni o'zing shod qil. Parvardigor olam, hajni, umrani mukofoti jannat deyilgan. Haqiqiy bajarilgan umra ibodatini bajarilgan bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz tomonidan, Alloh taolo tomonidan shunday bir ulug' va'dalar berilgan. Ya'ni gunohdan foriy bo'lib, gunohlardan to'kilib, yangi tug'ilgan chaqaloqdek gunohlardan foriy bo'lib, oilasiga qaytishlikni Xudoy taolo va'da qilgan. Shu birodarlarimiz ham gunohlardan foriy bo'lib, yuzlari yorug' bo'lib, elimizda, yurtimizda farzandlari duogo'y, nasihatgo'y bo'lib yurishni Alloh ularni o'zing muyassar qil. Shu birodarlarimiz, bormagan birodarlarimiz ham katta hajdan o'zing muyassar qil. Mana shunday bir xayrli ishga sho'rabomiz bosh bo'ldi. Alloh bu kishining umrlarini uzoq qil, martabalarini ulug' qil. Hamma mana shunday bir xayrli ishlarda bosh-qosh bo'lib, elni og'iz birchiligini bir joyda to'plab, xayrli ishlarni qilib yurishni Alloh bularni o'zing muyassar qil. Hammalarni qilib yurgan kasbkorlarni, mol jonini, umrini o'zing baraka ber. Dinda, islomda, ibodatda sobit qadam bo'lib, o'zing rozi qiladigan amallarda bardavom bo'lib yurishimizni Alloh hammamiz o'zing muyassar qil. Robbana atina fid dunya hasanah va fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Allohu akbar. Hozir olim baytam Qur'on tilovat qiladilar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hazret Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh paklarına tufaya hediye kıldık. Kelam-ı şerifli sevabı semeresine şu ihsan sahiplerine, şu bradarlarına, ötken ata avlat, ana avlat, yakın şehruba, yakın bradarlarına, şu ehli cemaattan bizden ümitkar bendelerine, Hakk'a perverdigarı savol javoblarni oson qilib qabr azoblari yu do'zax azoblardan najot vergesin. Perverdigara kaloming savobundan bahramand et. Yurtimizni tinchlik, osoyishtaligini barqaror, bardavom, yurtimiz musulmon din islomga quvvat etkazsin. Zulmatda, zalolatdagi insonlarni hidoyatiga yo'llaysan. Perverdigara dardmandlarimiz bor, shifo azim bergesin, befarzandlari farzand solihat etkazsin. Nikah isteyenler hayırlı berekat, ilim isteyenlere faydalı ilim nasip, harzdalara necat vergesin. Paka perverdigara, tacirlarni, ticaretler, dehqonlarni, ziraatlarga baraka vergesin. Şu ziyoratga borib kelgan birodarlarimizni xonadonlarına tinchlik, xotirjamlik, qutb baraka, sihat, komillik, hidoyat etkazsin. Hammalarining farzandlarini, aqto'qchavuqlarni hayata qo'shib xizmatlarini ko'rib piri badavlat bo'lib umr go'zallik nasib ro'zi qilg'aysan. Fitnadan, fasod, hasad, yomon ko'zlardan hamisha o'zing asraysan. O'zingni o'ziga muhtoj etmaysan. Elimizni obodonchiligini yanada ziyoda qilg'aysan. Shu sayr harakat qilgan ukamizdan kasbkorlarning umrlariga baraka bersin. Hammalarining haj mabrurlarni nasib qilsin. Intilgan har bir bandanga ziyorat va hajlarni nasib ro'zi qilsin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك. Katta rahmat aziz eldoshlar. Xudo xolasa sadaqamizga kelganlaringiz uchun ertangmi endi yosh bolalarimiz, maktab bolalarimizdan bu yerdan bir niyatimiz bor. Bu yer ham taklif qilamiz. Olimboyata damla birgalikda shuni ham bolalar, bog'cha bolalarimiz, maktab bolalarimiz, yoshlar ham eldan o'tib kelajagimiz. Sog' bo'linglar, katta rahmat. İkram bak, bak,